Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari. Mana sizlarga va'da qilgan kremlarim. Oldingi videoyimda qanaqa tayyorlanayotganini, tuxumlarni ezayotganimni ko'rsatdim. Keyingi etapi o'sha mana hamma ingrediyentlarni qo'shib krem tayyorladim. Mana ko'rib turganingizdek, mana bu hammasi o'litgan tuxumi. Mana bo'rtib chiqib turibdi. O'litgan tuxumini skorlopalari yumshoq bo'lganligi uchun ham men o'zi bilan baravar solaman. Nimagaki, mana shu krem o'zida ezilib yumshab ketadi, qattiqligicha qolmaydi. Yaxshilab aralashtirib, bu kremim mana universal krem. Keyin ajinga alohida, ajin kremga alohida kollagen, qo'shimcha kollagen qo'shaman. Ajinlarni yana ham chuqur ajinlarni yoyib beradigan kuchli kollagen. U 30 yoshdan kattalar ishlatadigan kollagen. Dog' kremga alohida tayyorlayman uni. Aynan chuqur mana pigmentatsiya bo'ladi-yu, pigmentdan dog'lar, oftobdan kuygan dog'lar, sepkillar, oftobdan tushgan sepkillar, mana shularni ochartiradi. O'g'ridan qolib ketgan dog'larni oqartiradigan dog'ga qarshi krem tayyorlayman. Keyin o'g'riga qarshi krem tayyorlayman. Unga alohida preparatlar qo'shib tayyorlayman. Nimagaki, anaqa o'ta yiringli o'g'rilar bo'ladi-ku. Shunaqalarga ham juda ham yaxshi foyda beradigan o'g'riga qarshi krem. Mana shunaqa etapda 4 xil kremimni tayyorlayman. Hurmatli kanalimiz a'zolari, bemalol kremlarimdan olib ishlatishingiz mumkin. Bu hamma yoshga to'g'ri kelaveradi. Faqat ajinga qarshi krem 30 yoshdan kattalar ishlatishi kerak. Mana ko'rib turganingizdek, ichi to'la mana 100% o'litgan tuxumi mana bo'rtib turibdi. O'litganni tuxumidan yoki o'litichni krem deb yozilgan kremlarda qanchalik o'litgan slizi yoki tuxumi borligini bilmayman, chunki ularniki mayin bo'ladi, ularniki bilinmaydi ham. Meniki shuni bilinib turadiki, juda ham ko'p solaman. Nimagaki, ta'siri yaxshi, tezroq bilinish uchun. Keyin ular konsentratlar qo'shadi. Mana magazinda sotadigan o'litichni kremlarda ko'proq konsentratlar bo'ladi. Nimagaki, bu kremlar 3 yilga turishligi uchun. Meni kremlarim 3 yil garantiya bermayman. Meniki maska brazna krem. Meniki uzoq bilan 5 oy. O'sha ham bo'lsa xolodilnikda saqlaganingizda. Buni xolodilnikda saqlash kerak. Mana ko'rib turganingizdek, hammasida o'litgan tuxumi aynib qolishi mumkin, ozgina hidlanib qolishi mumkin. Shuning uchun ham sizlardan iltimos qilaman, bu kremlarimni hammasini xolodilnikda saqlashinglarni. Mana juda ham nasishini o'litgan tuxumli. Bemalol zakazlarni yozib qo'yaveringlar. Telegram kanalimga ham kirsanglar, o'sha yerda ham nomerlarim bor. 90 dan boshlanadi. 90lik 912 05 97 men nomerim. 99lik 881 06 75. Mana shu nomerimga telefon qilib ham yoki shu nomerlarim ikkalasida ham Telegram bor. Bemalol lichkamga o'tib zakaz berishingiz mumkin. O'zbekiston bo'yicha dostavkam bor. Hamma viloyatlarga tovarlarni chiqaraman. Optimchilar bilan ishlayman. Bemalol meni kremlarimdan olib sotishingiz mumkin. Mana 40 grammi 40 ming, faqat ajin kremim 30 grammi 40 ming so'mdan.